Boymirzayev shu yerdami? O'g'ilmi? O'g'illigini qayerdan bildingiz? Erkaklar avlodidan erkaklar tug'iladi. Qiz bo'lsa-chi? Qiz ko'rgan kunim, o'lgan kunim bo'ladi. O'g'lim, ota, mana shu dorilarni olib kelib bergin, oyog'im og'rib qoldi. Men shoshilayotgandim, vaqtim yo'q edi. Ana merosxo'ris kelyapti. O'shanga ayting. Ilhomjon, mana shu dorilarni olib kelib bergin, bola. Oddiy ishim bor edi. Qo'ying, keyin olib kelib beraman dorilaringizni. Adamga nima baqiryapsan? Ko'rmaysiz, men tarafdan kechgacha shu yerda o'tirib olib, ish buyurgani buyurgan. Nima emaslar? Bekarchimanmi? O, mara, doshini ko'tarma. Bitta doriga shuncha muammo qilishyapsanmi? Keyin bo'lsa qo'y. Sen yoshing katta, o'g'lim. Bolam, sen katta bo'lsang, bu yosh bola hali. Ko'rmaysizmi sizga baqirishini? Endi yoshlik qilib qo'yapti o'g'lim. Eskirib qoladi. Shu erkaklar tishingizda siz o'ligingizdan ko'chada qoladi, Voy, assalomu alaykum amaki. Tuzumsiz? Rahmat qizim, yaxshimisan o'zing? Yaxshi turibsanmi? Rahmat. Adamlarni ko'rgani kelayotgandim. Shirin ovqat qilgan edim. Dorilar kamayib qolgan ekan. Dorilarni ham birlashib qo'ygan Ko'p edim. yasha qizim, barakalla. Birga chiqing adamlar bilan choy ichasiz. Shirin taom qilib kelyapman. Rahmat qizim, ko'p yasha qizim, rahmat. Senga bu ham kam. O'shanda qiz ko'rganlarni ustidan kulmaganingda bu kunlarni ko'rmagan bo'lardik.